Hozirgi paytda massaj yozib bersa bolalarga qaynonalar qarshilik qilishyapti ekan. Albatta noto'g'ri, bu bolalar uchun albatta massaj olish kerak, yurishi yaxshi bo'ladi. Endi men to'g'ri deb o'ylayman menimcha. Bitta savolga javob bersangiz bo'ldi. Hozirgi doktorlar bolalarga massaj yozib berganda ko'p qaynonalar xohlamayapti ekan. Bizga paytda massaj olinmagan degan gaplar bo'lyapti ekan. Shunga qanaqa qaraysiz? Navarangizga massaj yozib bersa rozi bo'larmidingiz? Albatta rozi bo'laman. Bolamni tanishqatligi kerak menga. Bola sog' bo'lishi kerak, sog'lom bo'lishi kerak. Keyingi ham kerak-ku, uni oldin qildirmasa, hozir suyaga mo'rtli payda qildirib olmasa, keyin qotib qoladi-yu bola. Bu bola bizning kelajagimiz-ku bola. Hozirgi bolalar bilan baribir oldingi bolalarda juda ham katta farq bor-da. Oldingilar tabiiy o'sishgan. Hozirchi mana bunaqa nima ximikatlar bilan o'syaptimi, juda ham mo'rt bor. Bizlar masalan uchun bizda hozirgi bor kuch, hozirgi yoshlarda sizlarda yo'q. Bizda hali ham bo'lsa bor-da. Hozirgi doktorlar ko'p massaj yozib berishyapti bolalarga. Siz o'shanga qanaqa qaraysiz? Qaynonalar ko'p ruxsat berishmayapti ekan. Massaj bo'lmaydi. Massaj vaqtincha, massaj olgan payti nabiralarimdan men Buxorodan kelganman. 2 kurs massaj oldik. O'sha payt yaxshi bo'ladi, yana o'sha o'tgandan keyin yana nima bo'lyapti. Endi men massajchilarning ishini noto'g'ri demoqchi emasman. Demak, spetsialist massajlarda olmagan ekansiz. Bilmadim men endi. Agar shu massajchi professional bo'lsa, har qanaqa bolani o'zi ham ko'rib, zo'r ortopedga olib borish shart emas darajada zo'r o'zgartirib bera oladi-da. Demak, spetsialist massajistga menimcha olib bormagan. Hozirgi ortopedlar massaj yozib beryapti ko'pchilik bolalarga. O'shanga ko'p qaynonalar qarshilik qilishyapti. Bunga nima deysiz? Yo'q, men qarshiman. Nabat olish kerak massaj. Massaj juda ham foydali bolalarimizni rivojlanishiga. Sizni nevaralaringiz ko'p ekan. Bizda shu yerda Bolajon City Mallda 2-etajda gidrovana va massaj ochildi. Xohlasangiz, narxlari hamyonbop olib kelishingiz mumkin. Xudo xolasa, rahmat, kelamiz. Tepada massajimiz ochilgan. Doktor massaj yozsa, hozirgi ko'pchilik qaynonalar keliniga yoki o'sha nevaralariga oldirishmayapti ekan. Bunga qanaqa qaraysiz? Olish kerak. Juda ham zarur deb o'ylayman. Hozir mana shina qo'ydirganmiz biz ham bolamizga, endi hozir massaj olishimiz kerak. Juda ham ijobiy qarayman. Все-таки rivojlanganmiz hozir tibbiyot. Massaj kerak bo'lsa, bizga murojaat qilib tepaga chiqsanglar ham bo'ladi. Detskiy massaj ham. Albatta, detskiy ham ayollarniki ham. Hozir qaynonalar, ko'plar doktorlar massaj yozib bersa, qaynonalar qarshilik qilyapti ekan. Bunga nima deysiz? Jo'natishmi massajga yo'qmi kelinlar? Jo'natish. Nechun olish kerak? Tuzalish.